borida Temur aka telefonni shartta qo'lingizga olib, masalan, yoki kabinetga kirib, Ravshan Sayfuddinovich, bunaqa ish bo'lmaydi, bunaqa qilaylik degan narsa bo'lmadimi? Qilgingiz kelmadimi shuni? Endi men to'g'risini aytsam, уже shunchalik charchadim bu narsadan, atrofdagi mana shu narsalardan, уже nima bo'lsa bo'ladi, bo'lsin, bo'ladigan narsa bo'ladi dedim. Endi agar bad bo'lmasa dedim, значит nasibam bosh joyda bo'ladi, hech anaqa bas. Yo'q, bu aniq. Temur aka, gapingiz bo'ladi, bu aniq. Bu tarafdan albatta balkim bo'lgandir, no endi ulardan bu narsa federatsiya tarafdan agar balkim ular bu narsani o'ylagandir yoki balkim yig'ib savollarga balkim javobi yo'qdir, balkim bilmadim nima sabab. Endi 2 yillik rasmiy xabar bilan hammasini to'xtatsa bo'lardi. Albatta, men qo'shilaman. Mayli, endi men hozir nimaligini endi ko'ramiz. Men to'g'risini aytsam, turnir bilan ovora bo'lib, boshqa narsa bilan. Yo'q, yaxshi. Turnir bu ishlab tursa odam chalg'iydi. Ammo boshqa narsani aytmoqchiman. Gapingizni bo'laman. Men endi o'zimni qiynayotgan savolni shu dasturda beraman. Chunki siz bilan tashqarida gaplashganimiz boshqa narsa. Bu yerda ketsa boshqa narsa. Sizni ham masalan kim bilandir bir qarama-qarshi qilib qo'ymoqchi emasman.